A'raf surasi Makke'de nazil bo'lgan. Jami 206 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim sad. Ey Muhammad, kafirlarni ogohlantirishing, mo'minlarga vaz nasihat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on sana nazil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliğ qilishda qavmingning uni inkor qilishdan ansirab yuriking siqilmasin. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga agishinglar. Allohni qo'yib jinlardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdirdigan do'stlarga agashmanglar. Sizlar vaz nasiyatni oz qabul qilsizlar. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga ketisi yoki tushligi uxlayotgan chog'larda keldi. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliğ qildimi? Sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik. Ya'ni ularning hamma ahvoldan xabardordurmiz. Bu kunda bandalarning yaxshi yomon amallarining o'lchilinadiganligi haqdir. Yaxshi amallari eg'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uchilardir. Shubhisizki sizlarni zaminda yerlashtirdik. Zaminda sizlarga turmush lozmatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundaq ne'matlari bor turuqliq, uningga nihoyatda oz shukr qilsizlar. Shubhisizki biz sizlarni yaratdik. Ondan sizlarni shaklga kirgizdik. Ondan farishtalarga sizlar odamga hurmat bildirish yuzasidan sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilguvchilardan bo'lmadi. Allah iblisga seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nemishqa sajda qilmading dedi. İblis, mən onundan artıq, meni otdan, onu laydan yarattın, dedi. Allah İblis'e aytdi, sen bu yerden, yani cennetten düşüp ket. Bu yerde özəngni çoğ tutuşunğa bolmaydı, yo'qal. Sen hakikaten pəskəşlərdin sen. İblis, bana kişiler qayta tirildirildiğan güngiçe, yani qiyomat kunigacha muhlat bergin dedi. Allah sana muhlat beriladi dedi. İblis aytdi, meni ozdirganliqing sabablik ular, ya'ni Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvas qilish uchun cho'qim to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman. Andın ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngidan, solidan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matingga shukr qilguvchilar emasligini ko'rsan. Allah aytdi, jannatdan ayiblangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sana agashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldiraman. Ey odam, sen ayoling bilan ishqinglar billa jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xohlaganinglarcha yenglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar zolimlardan bo'lib qolasizlar. Ondan shayton ularning yipiqliq avratlarini echitish uchun ularga vasvas qildi. Shayton aytdi,
Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni manni qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Shuningdek ularga man cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari echilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning parvardigori ularga koyib, "Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni manni qilmaganmidim? Shubhisizki, shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir demaganmidim?" deb nido qildi. Ular Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz, dedi. Allah aytdi: "Sizlar bir-biringlarga, ya'ni shayton insonga, inson shaytonga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajlinglar putganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalansizlar." Allah aytdi: "Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilasizlar." Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ana shular, ya'ni inson bolalariga satri avrat uchun libos yaratmoq, ularning ibrat elishi uchun Allohning bandalariga bo'lgan fazli, marhamatini ko'rsatadigan alomatlaridandir. Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib jannatdan chiqarib etgandek, sizlarni mo ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qolishiga shayton sababchi bo'lgan edi. Shayton va uning qo'l ostidagilari sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki, biz shaytonlarni iymon aytmaydiganlarning do'sti qildik. Ular, ya'ni mushriklar biror yomon ishni qilgan chog'larda ota-bovlarimizning mushundoq qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni mushundoq qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh bandalarni haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan yolg'on aytamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigorim meni adil bo'lishga buyurdi. Har sajda qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda asliga qaytisizlar. Alloh sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Chunki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutdi. Shundoq turuqliq ular o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satri qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yanglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Allah isrof qilguvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aytqinki, Allah bandalari uchun yaratgan liboslarni, shirin, pok rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mo'minlar uchun yaratilgan, garchi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mo'minlarga xosdir. Allah'ның bir və şeriki yo'q ekanligini biladigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yushurun yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq cheqilishni, Allohning sheriki bo'lishga, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni, Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalaymaqan so'zlashni harom qildi.
Her bir ümmetning halak bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halak bo'ladigan vaqti yetganda ular birdammi ilgari keyin bo'lmaydi. Ya'ni darhol halak bo'ladi. Ey odam bolalari, ichinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalni tuzatganlarga qo'rqinch yo'qdir. Ular g'am andisha qilmaydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gadankashlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolgusidir. Allahqa yalğan çaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ular lavhul mahbusda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nisivisini ko'rdi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini ilish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi deydi. Ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziyniga guvohlik berdi. Ya'ni kafir bo'lganliklariga iqro qildi. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytidi. Sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Her qachon bir ümmet do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgirki ümmetga uningga agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qartib, "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga 2 hassa do'zax azobi bergin" deydi. Allah hammaga shikasti azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgirkilar keyinkilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q, ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Şübhəsizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'ga jinining to'shigidan o'tkicha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. Do'zaxda ularning ostiga saldigan ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepindigan yo'tqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundoq jazo beramiz. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni faqat kuchi yetadigan ish qila taklif qilamiz. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamisha qoladi. Ularning ko'ngillaridagi o'chmanliklarni ilib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanglari eqib turadi. Ular jimi hamdu sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsinki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Haqiqatan Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni ilib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qiladi. Ahli do'zaxqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb tovlaydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakarchi ularning orasida mundaq deb jakarlaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zalimlar kishilarni Allohning dag'dam yo'lidan to'sidi. Uning agri yo'lda bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida ahrafda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simosidan tunuydigan odamlar, ya'ni ahli ahraf bo'ladi.
Ular ahli jannatga, sizlarga omonlik tilaymiz deb tovlaydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan billa qilmag'in deydi. Ahrofdagilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatdami emas, do'zaxdami emas kishilar simosidan tunib oldigan do'zaxi odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi deb tovlaydi. Əhrafdikiler dozqılarga möminlərinin peqirlərini görsütüb durub, sizlər Allah'ın rəhmətigə erişəlməydi dəb qəsəm qılğan kişilər muşularmı? Mana bularga cənnətə kiringlar, sizlərə kəlgüsüdün qorqunç yoxdur, sizlər ғəm əndişi qılmaysızlar deyildi, deydi. Ahli do'zax ahli jannatga suvdan yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga biroz qo'yib bersanglar deb tovlaydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dinlarini masxara va o'yinchoq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldidi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishni unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutmaymiz, ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Ularga kitob, ya'ni Qur'on berdik. Uni, ya'ni Qur'onning ma'nilarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat qildik. Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari kitobga amal qilmaganlar, Parvardigorimizning elchilari haqiqatni elib kelgan edi. Biz ularga iymon etmabdik. Bugun bizga shafaat qildigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bulamdigandi deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allah'ның şeriklari deb iftira qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Shubhisizki, Parvardigoringlar Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Allah kechi bilan kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi, ya'ni davomliq o'rin almashib turadi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostinla Allohning ilkididir. Olamlarning Parvardigori Allohning darajasi kattadir. Parvardigoringlarga tovanchilik bilan yoshirin duo qilinglar. Dua qilganda kelmas so'zlab, tovlab, haddidan oshirib etganlarni Allah yoqtirmaydi. Allah payg'ambarlarni avatib, yer yuzini tuzgandan keyin yer yuzida buzuqchilik qilmanglar. Allah'ning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki, Allah'ning rahmati yaxshilik qilguvchilarga yaqindir. Allah'ның rahmeti, ya'ni yağmur maydonga kelish oldida Allah bishorat chiqilib shamollarni avatidi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qog'jirab ketgan giyosiz joylarga surimiz. Uningdan yağmur yog'dirib turlik mevalarni chiqaramiz. İbrat elishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz. Munbat yerning giyohi Allohning izni bilan to'liq o'nidi. Bu vaznasiyatga quloq silib, uningdan foydalanadigan mo'minning misolidir. Nachar yerning giyohi oz o'sidi. Bu vaznasiyatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Shukr qildigan qavm uchun oyatlarimizni mushundaq shaklda bayon qilamiz. Shak shubhisizki, Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdik.
O, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobiga qilishinglardan qo'rqaman, dedi. Qavmining cho'nglari, biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz, dedi. Nuh aytdi: ey qavmim, men qilchimi gumroh emasman, lekin men olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga parvardigorimning elchiligini yetkazaman, sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Sizlarni ogohlantirish uchun kufridan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali parvardigoringlarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar. Ular Nuhni inkor qildi. Nuhni va uning bilan kemida birga bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki, ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdik. Hud: ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar, dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari: biz seni haqiqatan ahmaq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz, dedi. Hud aytdi: ey qavmim, men ahmaq emasman, lekin men olamlarning parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rin bosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastlik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ular: ey Hud, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zliguvchilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin, dedi. Hud: sizlarga cho'qim parvardigoringlarning azobi va g'azbi nozil bo'ladi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan bu haqda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar. Kutinglar, menmu haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'ladigan azobni kutaman, dedi. Biz Hudni va uning bilan birga bo'lg'uvchilarni, ya'ni mo'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni talto'kis halok qildik. Ular iymon etmagan edi. Samudga ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. O, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga haqiqatan parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan kishi to'gimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyori o'tlisin, uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi. Yod etinglarki, o'z vaqtida Alloh sizlarni Ad qavmidan keyin ularning o'rin bosarlari qildi. Sizlarni Hijr zaminiga o'rinlashtirdi. Uning tuzlanglariga imoratlar soldinglar, tog'larni teshib uylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yod etinglar. Zaminda buzg'unchilik qilmanglar, dedi. Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'zaq qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mo'minlarga, sizlar Solihni uning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar, dedi. Ular: biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz, dedi. Elaqa takabburlar: sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz, dedi.
Ular tishi tugini bo'g'izladi. Parvardigorning amrini tutishdan bosh tortdi va ey Solih, rostli payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib boq, dedi. Ularga qattiq azob yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Ular halak bo'lgandan keyin ularga orqasini qildi va ey qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qilguvchilarni yoqtirmadinglar, dedi. Lutni ahli Sadomga payg'ambar qilib avatdiq. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayiblash yuzasidan mundoq degan edi. Sizlar shundoq qabiy ishni qilamsizlar. Mundaq qabiy ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talpinlarni qondirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquchi qavmsizlar. Lutning qavmining birdan-bir javobi Lutni uning agash kuchlari bilan qo'shib shahringlardan chiqarib etinglar, chunki ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Lutni uning xotinidan boshqa tava kishlari bilan birga uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinila shaharda qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Gunohkorlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Madiyan xalqiga ularning qerindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Parvardigoringlardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiz keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narslarini kam bermanglar. Allah payg'ambarlarni avatib zaminni tuzgandan keyin zaminda gunohlar qilib buzg'unchilik qilmanglar. Agar mo'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sgan va u yo'lning agirligini teligan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar, Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilg'uvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Alloh bizning oramizda hukm chiqarg'uchi sabr qilib turinglar. Alloh hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisidir. Shuayb qavmining iymondan bosh tortgan takabbur cho'nglari: "Ey Shuayb, seni cho'qim agash kuchlaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak", dedi. Shuayb: "Biz buning har ikkilisini yomon ko'rdigan tursak, bizni yanada shuningga majbur qilamsizlar", dedi. Shuayb yana aytdi: "Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin onunga qaytsak, albatta Allohga yolg'on chaplagan bo'lamiz. Parvardigorimiz Allah xolisa, biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Parvardigorimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Parvardigorimiz, biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqarg'in. Sen hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisidirsan." Uning qavmining imonsiz cho'nglari: "Agar sizlar Shuaybga agashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortsizlar", dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar ziyon tortquchilardan bo'ldi. Shuayb ularga orqasini qilib: "Ey qavmim, sizlarga men haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim va nasihat qildim. Men qandoqmi kofir qavmga qayg'uray", dedi. Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni nomrodlikqa, kasallikka giribtor qildik.
Andın ularning beshiga kelgan kulfatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati. Alloh tarafidan kelgan uqubat emas, dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtumtut halok qildik. Peygamberlerini inkar qilganlıqdan halak kılıngan şehirlerinin ahalisi iman etkan ve küfreden, günahlardan saklangan bolsa idi. Elbette ularni asman ziminin paravanlıklarına müyesser kılattık. Lekin ular peygamberlerini inkar kıldı. Şuna ularni öz kılmışları tüpeylden halak kıldık. Peygamberlerini inkar kılıdığan şehirlerinin ahalisi bizning azabımızның özlerine ketisi g'ablətdə uxlavatqanlarda kelishdən qo'rqmamdı. Şehirler ahalisi bizning azabımızның tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdı. Ular Allah'ның məkridən, yani ular tuyuqsiz turganda Allah'ның azab nazil qilishidan qo'rqmamdı. Faqat ziyan tartquchi qavmlar Allohning makridan qo'rqmaydi. Ziminning ilgirki egilari halok bo'lgandan keyin ziminga varis bo'lg'uchilarni xohlasak gunohi tufaylidan halok qildiganligimiz, dillarini pechatlab etadiganligimiz ularga, ya'ni ziminga varislik qilg'uchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Aşu şəhərlər ahalisinin bəzi xəbərlərini ey Muhammed sana hikayə qılıb verimiz. Şək şübhəsiz ki, peyğəmbərləri ularga möcüzələr elib gəlgən idi. Ular ilgiri haqni inkar qılğanlıqları üçün o möcüzələrə iman etmedi. Allah kafirlərinin dillerini əni şundaq peçətləydi. Ularning to'lisining bergan va'dasiga vafo qildiganligini bayqamadik. Ularning to'lisining shaksiz pasiqlar, ya'ni Allohning amr farmonidan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musoni mo'jizlarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshoyi Firavunga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular bu mo'jizlarni inkor qildi. Buzg'unchilik qilg'uvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Musa aytdi: "Ey Firavun, men haqiqatan olamlarning parvardigori avatgan payg'ambarman. Allah nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikka loyiqman. Rostinli parvardigoringlar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Şunun üçün İsrail avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota-bovlarning vatani muqaddas zaminga bosin." Firavun Musaga: "Agar sen Parvardigoring tarafidan bir mo'jiza ilib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchillardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin", dedi. Musa hassini tashladi. O nagahan oshkora bir ajdirhoga aylandi. Qo'lini qo'ltig'idan chiqarib, o nagahan qarg'uvchilarga nur chaqnatib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Firavun qavmining cho'nglari aytdi: "Bu haqiqatan nihoyatda usta sehrgar ekan. U sizlarni zamininglar, ya'ni Misr zaminidan haydab chiqarib etmoqchi. Nima maslahat bersizlar?" Ular aytdi: "Ularning ishini o'zing bir fikrga kelgucha tahir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni, yiquchi kishilarni avatgin. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga ilib kelsin." Firavun sehrgarlarni yig'ishga odamlarni avatdi. Sehrgarlar Firavunning qishig'i keldi. Ular: "Agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi", dedi. Firavun: "Ha, mukofot berildi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolsizlar", dedi. Ular, ya'ni sehrgarlar: "Ey Musa, asangni sen avval tashlamsan yoki biz o'zimizninkini avval tashlamdik", dedi. Musa: "Sizlar tashlanglar", dedi. Ular asa arg'amchilarni tashlab, kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'chitibdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Musaga "Asangni tashlag'in" deb vahiy qildik.
Musa hassını tashlab u ajdirhaga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini darhol yutib etdi. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Firavun bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Xor bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: "Alemlerning Parvardigoriga iymon etdik. Musa va Harunning Parvardigoriga iymon etdik." Firavun aytdi: "Sizlar men ruxsat qilmay turib Musaga iymon etdinglar. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi chig'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoqqa qolmay bilasizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l putinglar bilan o'ng qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a esib o'ltiraman." Sehrgarlar aytdi: "Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Parvardigorimizning bizga nozil qilgan oyatlariga iymon etganligimiz uchunla ayblayapsan. Parvardigorimiz bizga sabr ato qilgin, bizni musulmon petimizcha qabzi ruh qilgin." Firavun qavmining cho'nglari Firavunga Musa bilan uning qavmini zaminda fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib etamsan dedi. Firavun ularning bolalarini o'ltiramiz, ayollarini bo'lsa xizmatga silishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. Musa o'z qavmiga: "Allohdan madad tilanglar, sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah uningga bandalaridan o'zi xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub" dedi. Ular: "Sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlanib keldik" dedi. Musa Parvardigoringlarning dushmaninglarni halok qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qandoq ish qildiganliginglarga qarashi muvaqqaqdir dedi. Allohga qasamki, biz haqiqatan Firavun va uning tavallarining ibrat ilishlari uchun ularni qahatchilik bilan, mevalarning hosilni kamaytib etish bilan sinadik. Ular agar paravonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mo'minlarning shumliqidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumliqidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qazoning o'z gunohlari tufayli Alloh tarafidan kelganligini uqmaydi. Ular, ya'ni Firavun qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz sana hargiz ishonmaymiz dedi. Ularga suv ofatini, chekatga, pit, paqa, qon balalarini ro'shan mo'jizalar qilib avatdik. Allohga iymon etishga ularning gadankashligi yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nozil bo'lganda ular: "Ey Musa, Parvardigoringga o'zining sana ato qilgan akti bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarlikning haqqi hurmati bilan bizdan baloni ko'tarib etishiga duo qilsang. Allohga qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib etsang, sana cho'qim iymon etimiz. Isroil avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz" degan edi. Ulardan balani vaqtliq ko'tarib etgan chig'imizda ular to'satdan ahdilarini buzdi. Oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'ofil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barkatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. İsrail avlodi sabr qilganliklari uchun Parvardigoringning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi.
Firavun va uning qavmining salganlari, ya'ni imoratlarini va yasag'anlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. İsrail avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib etdik. Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda, "Ey Musa, bizgami ularning butlarga o'xshash but o'rnatib bergin", dedi. Musa, "Sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar", dedi. Şübhəsizki, aşu kişilərinin batıl dinləri gumrah bolğusudur. Ularning qilgan amallari bekardır. Musa, Allah sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izlamdim, dedi. O'z vaqtida sizlarni Firavunning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetitdi. O'g'illaringlarni o'ldiratdi, ayollaringlarni xo'rlab ishlatishga ilib qolatdi. Buningda Parvardigoringlardan sizlarga zo'r sinoq bor edi. Musaga bizga munojat qilishga 30 kechini va'da qildik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Parvardigorining va'da qilgan vaqti 40 kecha bo'ldi. Musa qarindishi Harunga, "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rin basarim bo'lib turg'in. Ularning ishini tuzgin. Buzuqchilik qilg'uvchilarning yo'lida mangmag'in", dedi. Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan va Parvardigori uningga bevosita so'z qilgan chog'da, "Parvardigorim, menga o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay", dedi. Allah, "Meni bu dunyoda hargiz ko'rolmaysan, chunki insonning bu ojiz teni buningga toqat qilolmaydi. Lekin tog'ga qarag'in. Agar tog' o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ralaysan", dedi. Parvardigori tog'ga tajalli qilish bilan tog'ni tub-tuz qilibdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, "Parvardigorim, sen poktursan, sana tavba qildim. Men sening ulug'liqingga ishonguchilarning avvaliman", dedi. Allah aytdi: "Ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilg'in va shukr qilg'uvchilardan bo'lg'in." Biz uning uchun Tavrat taxtlarga İsrail avlodi dinida muhtoj bo'lgan vaz-nasihat, diniy ahkomlarning hammasini tafsiliy yozdik. Ey Musa, uni, ya'ni Tavratni mahkam tutqin hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkomlarga amal qilishga buyurg'in. Sizlarga pasixlar, ya'ni Firavun va uning qavmining diyorini ko'rsataman. Yer yuzida nahaq takabburlik qildiganlarni oyatlarimni tushunishdan yiroqlashtiraman. Ular barliq mo'jizlarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lni ko'rsa, uningda mangdi. Bu shuning uchunki, ular bizning oyatlarimizni inkor qildi va uningdan g'ofil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni va oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketadi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo berildi. Musa'nın qavmi Musa'dan keyin, ya'ni Musa Parvardigoriga munojat qilish uchun Tur teg'iga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydek ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'za yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlay olmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilg'uchi bo'ldi. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan va rost ozg'anliklarini tushungan chog'da, agar Parvardigorimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz, dedi. Musa g'azablangan, g'amkin holda qavmiga qaytib kelib, "Men yo'q chog'da mo'zayga cho'qinib, naqadar yomon ishlar qildinglar-a? Kutib turmay Parvardigoringlarning amriga aldirab ketdinglarmi?"
dedi ve g'azablanganlikdan Tevrat taxtalarini yerga tashladi. Qerindishining chechidan tutib o'z tarafiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qerindishim, bu qavm meni bo'zak topdi, meni o'ltirvatkili tas qoldi. Meni dushmanlar oldida kulkiga qo'ymag'in. Meni zolim qavm, ya'ni mo'zayga cho'qinganlar qatorida sanamag'in." Musa aytdi: "Parvardigorim, menga va mening qerindishimga mag'firat qilg'in. Bizni rahmeting doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilg'uchi zotdirsan." Şübhəsizki Mozayni ma'bud qilib olganlar Parvardigorning g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliqqa qoladi. Allohga bo'hton qilg'uvchilarga biz mushundoq jazo beramiz. Yaman ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonda samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Parvardigoring albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi. Musa g'azbi besilgandan keyin yerda yotgan Tevrat taxtlarini oldi. Uningda Parvardigordan qo'rquvchilardan hidoyat qilindi va rahmat qilindi deb yozilgan edi. Musa biz belgilab bergan vaqtda elib kelish uchun o'z qavmidan 70 kishini tanladi. Ularga zilzila yuzlanganda Musa: "Parvardigorim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunla halok qilgan bo'latding. Arimizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdursan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilg'in, rahim qilg'in. Sen eng yaxshi mag'firat qilg'uchisan. Bizga bu dunyoda va oxiratda tegishlik yaxshilik qilg'in. Biz haqiqatan sana tavba qildik" dedi. Allah aytdi: "Azobim bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtaqdir. Rahmetimni kufridan va gunohdan saqlang'uvchilarga, mollarining zakitini berdiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etadiganlarga tegishli qilaman." Ular elchiga, ummiy payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhissalomga ergishdi. Ular o'z ilikidagi Tevrat, Injillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. Ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yaman ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qiladi. Nopok narsalarni harom qiladi. Ularning eg'ir yukini yengillatadi. Ularni silingan taqoq ko'zi kishanlardan bo'shatadi. Ya'ni ularga yuklangan eg'ir vazifalarni elib tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga agashguchilar baxtga erishguchilardir. Ey Muhammad, aytqinki: "Ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning egidorchiligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah tirildirdi va o'ltirdi. Allohga, uning Alloh va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga agishinglar." Musa'nın qavmining, ya'ni Bani İsrailning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Ular Bani İsrailni 12 tarmoq, ya'ni qabilaga jamoalar qilib bo'libdi. Musa'nın qavmi bayavanda uningdan suv talab qilganda, Musaga asang bilan toshni urg'in deb vahiy qildik. Musa assi bilan toshni urvidi. Uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 buloq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyvan qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bo'dinni tushirib berdik. Ularga aytdikki: "Sizlar biz rizqlandirgan lazzatli narsalardan yanglar." Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solg'ini yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilish bilan o'zlariga o'zlari zulm soldi.
Öz vaqtida biz ularga, ya'ni Bani İsrailning ota-bovlariga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar. U yerdagi yemekliklardan xohlaganinglarcha yenglar. Shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan chig'inglarda, ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin danglar. Jimi gunohlaringlarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qilguvchilarga savobini ziyoda beramiz, dedik. Ularning ichidagi zolimlar, ularga aytilgan so'z Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartib etdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdiq. Ular, ya'ni Yahudilardan dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'rgan. Uning aholisi beliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklimasidan chiqatdi. Chunki shanba kuni beliqlar suv ustida ularning oldiga keladi. Shanbadan boshqa kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Pasx bo'lganliklari uchun ularni mushundoq sinaymiz. Öz vaqtida ularning ichidagi bir jamoa Allah halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz nasihat qilisizlar dedi. Ular, ya'ni vaz nasihat qilguvchilar, Parvardigoringlarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zri aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib, gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan manni qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ular nahiy qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Ey Muhammed, öz vaqtida Parvardigoring ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turdiganligini xabar qildi. Shubhisizki, Parvardigoring osiylik qilguvchilarni albatta tez jazolag'uchidir. İtaat qilguvchilarga albatta mag'firat qilguvchidir, marhamat qilguvchidir. Ularni, ya'ni Yahudilarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib etdik. Ularning ichida yaxshilari bor, yaxshilaridan tovanlari bor. Ularning kufridan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kangchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul melini, halol bilan haromni ayirmay qora quyuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundaq pul mal ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da elinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsizlar. Kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qilguvchilarning ajrini haqiqatan zoyi qilib etmaymiz. Öz vaqtida tur teg'ini qo'mirib, ularning ustiga soyvandak tikladik. Ular tog'ni ustidiriga tushib ketadi deb o'yladi. Ularga aytdikki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarga amal qilinglar. Öz vaqtida Parvardigoring odam bolalarini, ya'ni naslini ularning otalarining pushtidan chiqardi va ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Parvardigoringlar emasmi?" dedi. Ya'ni Allah o'zining ularning Parvardigori ekanligiga va birligiga odam bolalarini iqror qildirdi. Ular iqror qilib buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Parvardigorimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflatda qolgan ekanmiz demasliklari
Yoki ata bovularimiz ilgari sana butlarni sherik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor. Ya'ni bizning o'zlarimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklari uchundir. Ularning gumrohlikdan ata bovularga agishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundoq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammed, ularga shundaq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tortdi. Uningga shayton opirida bo'lishi bilanla gumrohlardan bo'lib ketdi. Agar biz xohlasak, uni taqvodor o'limalar darajasiga ko'tardik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nafsi xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'ilvatsangmi, tilini chiqarib asraydi. Qo'g'ilvatmasangmi, tilini chiqarib asraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ana shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergin. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon. Allah hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. Shak shubhisizki, jin va insonlardan nurg'unlarini do'zaxqa yiqilg'u bo'lish uchun yaratdik. Ular dillari bo'lg'ini bilanmi, u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'lgan bilanmi, u orqali Allohning qudratining dalillarini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'lg'ini bilanmi, u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tingishmaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi battar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. Allohning go'zal ismlari bor. Allohni shu go'zal ismlari bilan atanglar. Allohning ismlarini kelsi kelmas qo'llanadiganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. Biz yaratgan ummatlar ichida haq yo'lga da'vat qiladigan va haqda ching turadigan bir ummat bor. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga muhlat berman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir. Ular o'zining hamrohi, ya'ni Muhammad alayhissalomning majnun emasligini o'ylamamdi. U faqat oshkora ogohlantiruvchidir. Ular osmonlarning va zaminning saltanati ustida Allohning yaratgan mahluqotlari o'zlarining ajli yaqinlashadiganligining mumkinligi ustida fikr yurgizmamdi. Ular kalamulloh ekanligi shuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Allah ozdirgan kishini hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Allah ularni gumrohliklarda qo'yib berdi-ki, ular tengirqab yurdi. Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Parvardigorim Allah biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Qiyomat osmonlarning va zaminning akliga ig'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyatda tunishdek, uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Allah biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababni bilmaydi. Allah xohlamagan ishkan o'zimga foyda yetkazish, ziyonni to'sib qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni bildigan bo'lsam, nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi, yomonlik yetib turadi. Men faqat iymon aytadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar berguchi qilib avatilgan payg'ambarman. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Odam alayhissalomning unsi ulpat ilishi uchun xotinini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkina qo'rsoq ko'tarib eg'ir bo'y yurdi.
U balaning qo'rsaqda o'sib cho'ngishi bilan ig'irlashgandan keyin xotin ishkaylan Parvardigori Allohga agar bizga a'zolari bijirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah ularga bijirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga sherik keltirib butlarga cho'qindi. Allah ularning sherik keltirgan ma'budlardan pokdir. O'zlari yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik keltiramdi. U narsalar cho'qing'uchilarga yordam berolmaydi, o'zlariga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga agashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarishga qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni chaqirib yiqinglar. Chaqirqinglarni ijobat qilib boqsin. Ular, ya'ni butlarning mangdigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi? Va anglaydigan quloqlari bormi? Ey Muhammad, ularga aytqinki, sherkinglarni, ya'ni butlaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishicha menga ziyonkashlik qilinglar. Azraqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Allah mening egamdir. U yaxshilarga igidorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topgan tugul da'vatinglarni anglamaydi. Ular sizlarga qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular ko'rmaydi. Apuni do'st tutqin. Yaxshilikqa, ya'ni yaxshi so'z qilishga, yaxshi ish qilishga buyurg'in. Nadonlar bilan tang bo'lmag'in. Ya'ni nadonlarning qilg'inini qilmay, ularga muloyim bo'lg'in. Agar shayton sana vasvasa qilsa, shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tiligin. Allah haqiqatan so'zingni anglab turg'uchidir, ishingni bilib turg'uchidir. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasasiga uchursa, Allohni aslaydi-da, haqiqatni ko'rib olib, shaytonning vasvasasidan xalos topadi. Shaytonlar kuffar birodarlarini bo'lishicha ozdirdi. Ularni ozdirishdan bo'shib qolmaydi. Ular talab qilgan mo'jizalardan biror mo'jizni keltirmasang, uni nemishqa o'zing ijod qilmading deyishidi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ish mening ilkimda emas. Men faqat Parvardigorim tarafidan menga vahiy qilinganga amal qilaman. O'zlikimdan mo'jiza yaratolmayman. Bu Qur'onda sizlarga Parvardigoringlar tarafidan keltirilgan dalillardir. Qur'on boshqa mo'jizalarga ehtiyoj qoldirmaydi. Iymon etgan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir. Allah'ның rahmetiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar, ya'ni so'z qilmanglar. Parvardigoringni yilingan va uningdan qo'rqqan holda ichingda yod etgin. Atiganda, oqshomda uni past ovozda zikr qilgin. G'ofillardan bo'lmag'in. Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Allohga tasbih aytadi va uningga sajda qiladi.